Hürmetli abonachilarimiz, xudo xolasa Ege'den satıp berere Malibu bir maşinimiz gelip turibdi. Maşin pryamoy Ege'den, maşinin içi krelinde kraska gördüm. Kapotunda yok ekan. Keyin Aryan tarafında kraska taxmin etdim. İşan tarafında kraska bor değil, lekin yaxshi sapilgani uchun menimcha bilinmay turibdi. Lekin bu tarafında kraska gördüm. Yüzünde ekan kraska. Qolgan yerlar 100% radnoy ekan. 4 boş balon toza qo'yilgan. Maşinni 110 milyon so'm bitar deb ayttılar, lekin tartışıp gelişip maşini 100 milyon so'mga tushirdik. 100 milyon so'mga Malibu bir maşinimiz. Kime qiziq bo'ladigan bo'lsa, mashinada avtokredit, barter, naq liboy variant bor. Mashin pryamoy Ege'den. Ege'nin nomerlarini qoldiramiz. Xudo xolasa gaplashib, savdolashib olsangiz da bo'ladi. 300 bin kilometr yurgan metan bo'sh balon hamma narsalar tayyor. Yani zo'ra nomerini tushadi. 99'luk. 99'lık. Nomerini aytib ber, o'zingnikini qo'yib beraman. Doğru Ege'nin nomerini koyamam, savdalaşmasanız da. 750. 99'lık 750 33 73 ekan. Doğru Ege'sin nomerini koydum. Bemalol savdalaşыңlar, alыңlar halallarınız bolsun. Esa 7 satıva koyuldu. Geleveresizlar Qo'shga profitliklerinde xizmatdamiz. Shunday xizmat kime gerek bo'lsa, hammalaringizni ishine qo'yib beramiz. Doğru o'zlaringizni nomeringiz bilan qo'yamiz. Bemalol savdalaşib olaverasizlar egasi bilan. Esa 7 satıva koyuldu.